Volvo'ni maqtab, Scania'ni maqtab, baribir mana oladigan oluvchi akalar. Mana shu Mana Euro 6 sotuvga qo'yilyapti. 2017-yilda ishlab chiqarilgan Tiagash 466 kuchiga ega, yurgan masofasi 918 ming kilometr masofani bosib o'tgan avtomat korobkada retardo, gorniy hamma narsalar mavjud. Salonning ichki holatlari ham idealniy holatda turibdi. Faqat spanlisi bittalik ekan. Baklarga keladigan bo'lsak, bir tomonda 500 talik bak, bir tomonda 250 talik bak bilan jihozlangan. Bu fura davlat ishida ishlaydigan akamizning furalari o'zlari boshqa sohaning vakillari bo'lgani uchun ishlata olmayotganliklari uchun sotilyapti. Pritsep 2018-yilda ishlab chiqarilgan Krone pritsep, moslari ham Krone mosda, balonlarning razmeri 55 razmerda. Ichki holatlari ham yaxshi holatda turibdi pritsepni. Endi narxiga keladigan bo'lsak, narxini 64.500 dollar deb aytilyapti. Kelib ko'rib yoqtiring. Tezda yana yaxshigina kelishtirib beriladigan joylari bor. Hop, endi mashinani injektor qildirib qo'yilgan ekan, rasxotini 28 ta rasxot qilyapti deb aytilyapti. Adblurlar ham uzdirib qo'yilgan ekan. Mashinaning texnik tomondan hech qanday kamchiliklar yo'q ekan. Videoga like bosib, mana shunaqa man qidirib yurgan fura ishlarga jo'natib qo'ysangiz, hamma uchun manfaatli bo'ladi. Hammaga rahmat.